Buyurtmalarni amalga oshirish uchun liniyaga chiqing. Sariq widjet liniyada ekanligingizni bildiradi. Hozir sizga sinov tariqasida buyurtma keladi. Bu buyurtma kartochkasi. Yo'lovchigacha bo'lgan vaqt va masofaga ahamiyat bering. Bajarilgan buyurtma uchun faolligingizga ballar qo'shiladi. Chaqmoq belgisi buyurtma odatdagidan qimmatroqligini, yuqori talab hududida ekanini bildiradi. Yo'lovchi kommentariy, izoh qoldirishi mumkin. O'qishni unutmang. Bu yer esa yo'lovchi sizni kutadigan manzil. Buyurtmani qabul qilish uchun sizda bir necha soniya bo'ladi. Agar buyurtmani o'tkazib yuborsangiz, sizdan faollik olinadi. Buyurtmani qabul qilib bo'lgach, bu vaqt ichida yo'lovchini oldiga yetib borishingiz kerak. Yo'lni ko'rish uchun kartochkani ustiga bosing. Yo'lovchini oldiga yetib kelib bo'lgach, yetib keldim tugmasini bosing. Sizga yo'lovchini qayerga olib borish manzili ko'rinadi. Yo'lovchi o'tirib bo'lgach, ketdik tugmasini bosasiz. Sizga yo'lovchi borish kerak bo'lgan manzil ko'rinadi. Ushbu manzilga yetib kelib bo'lgach, yakunlash tugmasini bosasiz. Ilova sizga safar narxini hisoblab, katta harflar bilan ko'rsatadi. Safar narxi naqd pul bilan yoki karta orqali to'lanishi mumkin. Buyurtmani yopish uchun yo'lovchini baholang yoki o'tkazib yuborish tugmasini bosing. Baholash uchun yulduzchalarni bosing va yo'lovchi sizda qoldirgan taassurotlarini belgilab chiqib, tayyor tugmasini bosing.